Bu ham bir odat. Endi kimdir shunaqa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ana qora aka bilan gaplashib, shu narsalarni qilish degan bu o'zimizni nimamiz, ixtiyorimiz. Endi hamma o'tirgan joyda o'tiraveradi. 5-6 yigitlarimiz turib bir aylanib olamiz, odatga muvofiq va ungacha bugungi taroveh namozini o'qidik. Mana Qadr kechasini namozi haqida kimlikda yaxshi rivoyatlar bor, shularni aytib bitta qilamiz. Arab duosi bo'lgani yo'q. Arabiy duo bo'ladi, o'zbekiy duo bo'ladi. Shu duolarni duo qilamiz. Mana undan keyin yana kim duo so'raydigan bo'lsalar, yozib bersa maqsadga mo'l bo'ladi. Telefonda raqam shayni tashlasa ham mayli, yoki yozib bersa ham mayli. Endi turib aytadigan bo'lsa ham mana kim bo'lib ketadi-da, odamga Xo'p, bugun Xudo xolasa mana Qadr kechasi haqida